Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çislağ işkemeğin 20. yıl 11. ayının 27. günü. Yukarı leksiyanın devamı vatandaş. 2008. yılı. Joe Biden ikinci qatam prezident namzatlığı görüşülgende Blinken Joe Biden saylam gruppasının azası bolgan. Şu vaqtki raqobatda Joe Biden Demokratlar Partisi işçidiki Obamaga uqtirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Obamaga hamkorlashib g'albilik oldi muavin prezident bo'lgan edi. Antony Blinken Obama Joe Biden prezident huquqini o'tkazib olish gruppasiga kirgan. Sobiq prezident Obama davrida Antony Blinken ilgari keyin bo'lib, muavin prezident Joe Bidenning davlat bexatarlik maslahatchisi va prezident Obamaning muavin davlat bexatarligi maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2015 yılı 1. Ayda Devlet Mahkemesi'nin 2. derecelik əməldarı muavin davlat işlər katibi bolğan. Bu arlıqda Blinken prezident Obama'nın taşqi siyaset gruppasiga yadroluq a'zo bolğan. Rossiyaning Krimiyaga tajovuz qilishiga javob qaytarishda, Osama bin Ladenga zarba berishda, ISIS'larga zarba berishda İran bilan kelishim imzolashda muhim rol o'ynagan. Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin Antony Blinken ommaviy xizmat sohasidan ayrilib, geopolitik siyosat maslahat berish shirkati qurgan. Bu shirkatning xizmat doirasi jumladan strategik raqobat davrida boshqarish ve Cungo'ga münasebetli xatarda Amerika şirketlerinin Cungo bozorudagi faoliyatlariga taktiklik, siyaset ve taklif berish jihatda ta'minlash bilan shug'ullangan. Joe Biden 3. qatam Oqsaroyga kirishga qadam tashlaganda Antony Blinken bu şirkatdan ayrılıp Joe Biden'dan 2020 yıllık saylam raqobatida tashqi siyaset maslahatchisi bo'lgan. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Washington siyosat va siyosiy yo'llar chambarigida 10 yilcha xizmat qilib tajriba to'plagan Antony Blinken bürokrat sistemining va siyosat sistemisining harakat yo'lini yaxshi biladi. Bu tajribalar uning xizmatga tushgandilar xizmatlarni qanot yaydirishiga foydali. Uningdan boshqa Antony Blinken Joe Biden bilan 20 yilcha yaqin munosabatda bo'lib ishlagan. Diplomatiya işleri sahasida Joe Biden işlenadigan odamga aylangan. Bu demak, buning prezidentning siyosat qarori ishlariga ta'sir ko'rsatadigan davlat ishlar kotibi bo'ladiganligidan darak beradi. Amerika ovozi radiosi Antony Blinken to'g'risida to'xtalib yoki baho berib çoğun xat bilan mundaq yazdı. Prezident bo'lib saylangan Joe Biden o'zining yordamchilarini xizmatga tayinladi. Ya'ni hukumat kabinetini tashkilladi. Prezident Obama davrida 2. derecalik diplomat bo'lib ishlagan Antony Blinkenni davlat ishlar kotibligiga tayinlab Amerikaning başvekillik diplomati qildi. Blinken xalqaro ishlarni yaxshi biladi. Klimat o'zgarishi masalasida Cungo bilan hamkorlashishni tashabbus qiladi. Lekin Cungo'ni raqobatchi deb qaraydi.
Cungu'nun tecavüzçülük qarniyetleri Şinjan, Şangan qatarlıq joylarda Cungu'nun kişilik hukuk daxli tecavüz qilishları da sagak, tonuşqa ega. İttifaqlaşlar bilan hamkorlashishga ve Amerika'nın qimmat qarashlarini canlandırışqa e'tibor berdi. Devamını anlaşacağız, hürmetli vatandaş.